Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 8 ve 9 darsninki muzokarasini boshlaymiz. Biz 1 minut 8 ve 9 bolalar kirib bo'lgach saqlayli. Bolalar kirib bo'lgandan keyin biz muzokaramizni boshlaymiz. Shundaqla biz bugun imtihonninki muloyihasini qilamiz. İmtihanning muloyihasini qilamiz. Şuna biz oldular bugün imtihanning muloyihasini qilamiz. Undan keyin biz 8 9 darsda sizlar tushunmagan mazmun bo'lsa, buni tushuntirib o'tamiz. Endi sizlar shu bolalarning hammasiga, bolalarningki bu qatimliq imtihonga qatnashgan bolalarning soni 91 bo'lg'achqa, bolalarga hammasiga imtihon qog'ozi yo'llab berish imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Ammo sizlar shu hozir naq maydonda, shu naq maydon taqitish ko'zligining ostiga yoki darsxonamizga bugungi imtihon natija qog'oziga numeralarni avatsanglar, men hozir naq maydonda sizlarningki niyatdan xato ketganliklarini deb beraman. Oldilan muloyiza qilib bo'lgandan keyin hozir yo'llab qo'ysanglar, men deb beraman. Unda bo'lsa, o'quvchilarning kirdi. Biz muzokaramizni boshlaylik. Birinci sual. Bu imtihon qiyin emas demaslar hammanglar ketkizib qo'ygan bir taraf bor. Uni biz o'zlarimizga so'zlab olamiz hozir. Endi birinchi savol ko'rganinglardek to'g'ri jumlani tanlang deb bir savol berilgan, bunga to'g'ri bo'lgan, mos keladigan bir javobni tanlasak bo'ladi. Buningda ikki dona javob to'g'ri, ikkining qaysini tanlaganlarning to'g'ri. Masalan, ama zahebtum ilal medrese maktabga bormadinglarmi deb bulutsiz shaklda bir nima berilgan, bulutsiz shaklda bir savol berilgan. Biz bulutsiz shaklda so'ralgan savolga ikki xil shaklda javob berdik. Shu bulutsiz holatni iqror qilmoqchi bo'lsak, na'am ma zahabna shundaq bormadik deb javob berdik. Bu bir to'g'ri javob. Agar bu bulutsiz shaklda so'ralgan savolni biz inkor qilmoqchi bo'lsak, bala yaqay zahabna badoq deb javob berdik. Buningdagi la zahabni tanlaganlik xato. Buningda asosliq hamma o'quvchi buningda to'g'ri javobni tanlagan. Ikkinchi savol. To'g'ri jumla tanlang. Man fataha babal fasli deydi. Sinfning eshigini kim ochdi deydi. Endi biz buni mos keladigan javobni tanlasak bo'ladi. Ana fatahtuhu. Bu javob xatomi, to'g'ri? Ana fataha huwa. Bu javob xato. Chunki bu yerda o'lishib kelganda bir kelish kerak. Ana fatahtuha. Bu javob xato. Chunki bu yerda ikki qaytadigan bu yerdagi almash, ikki ko'rsatadigan bu yerdagi almash ayollik shaklda berilgan bab degan erlik. Uchinchisi jumladagi to'ldiruvchi, ya'ni maf'ulun bihni tanlang deb bir jumla berdik. Katabal mudarrisu darsa. O'qituvchi darsni yazdi. Bu jumlada maf'ulun bih ad-darsa. Maf'ulun bih deganimiz ish harakat ustiga tushgan ismni biz nima deymiz? Maf'ulun bih deymiz. Kataba yazdi degan bu ish harakat darsning ustiga tushdi. Unda olgan ekan buni bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi. Buni ko'p sonli qo'shib to'g'ri tanlagan. To'rtinchisi to'g'ri jumla tanlang. Mushu savolda, to'rtinchi savolda ko'p sondagi balkim 70% o'quvchilar bu savolda xato ketgan. 70% o'quvchilar bu savolda xato ketgan. Masalan, qarasanglar, qara'ut tullabud darsa va fahimu. Bu bir jumla. Qara'ut tullabud darsa va fahima. Bu bir jumla. Qara'at tullabud darsa va fahimu bu jumla. Endi biz bu jumlani tahlil qilaylik. Birinchisi, qara'u at-tullabud darsa va fahimu. Bu jumla biz xato deymiz. Bunun xato bo'lishining sababi nima? Buning sababi qara'u ko'plik kelgan. Bu yerda qara'u ko'plik kelsa bo'lmaydi. Nima uchun? Ko'plik deganimiz fa'il bo'lmagan vaqtda, fa'il oshkor ekanligiga vaqtida qara'u deb keladi. Buning vosini bo'ldi, fa'il bo'ladi.
O'quvchilar o'qidi deb at-tullabu bu yerda oshkor fa'il bo'lg'achqa fe'l birlik holatga keladi. Qara at-tullabu o'quvchilar o'qidi degan bo'ladi. Demak, fa'il oshkor ism bo'lgan vaqtida fe'l birlik keladi degan qoidani ko'pincha unutib qolibsizlar. Va fahimu bu yerda vovdan keldi. Nima uchun? O'quvchilar o'qidi va ular tushundi. Bu tushundi degan fa'il kim? O'quvchilar. Bu ma'na jihatdan, amaliy jihatda fa'ili bu tushunishning qilg'uvchisi o'quvchilar. Lekin biz grammatikalik jihatdan tullabni bu yerda fa'il deyolmaymiz. Nima uchun? Qoida shuki, fa'il fe'ldan burun kelsa, biz buni atalg'u jihatda fa'il deb atayolmaymiz. Unda bo'lsa, demak, bu yerda buning fa'ili kelmadi. Fa'il degan chuqur fe'ldan keyin keladi. Unda bo'lsa, bu yerda qanday keltiramiz? Chuqur buning fa'ilga dalolat qiladigan voni billa ko'plik holatda kelamiz. Nima bo'ldi? Va fahimu. Shunga buningda va fahimu to'g'ri, ammo qara'uninki vovdan kelish xato. Chunki bu yerda at-tullab fe'ldan keyin oshkorlab kelgachga deymiz. Mush savolda mana ko'pincha xatolashibsizlar. Ikkinchisi qara'u tullabu darsa va fahima. Bu jumlada ikki dona xatolik bor. Birisi qara'u ko'plik holatga kelgan. Bu fe'l, ya'ni buning fa'ili oshkor bo'lgan vaqtida bu birlik holatga keladi. Bu bir xatolik. Ikkinchisi va fahima. Dal aksa bu yerda fa'ili kelmagan, ya'ni fa'ili keyindan kelmagan fe'lni birlik holatga keltirib qo'ygan. Bu yerda va fahimu kirish kerak. Uchinchisi to'g'ri. Qara'at tullabu darsa va fahimu. Bu savolda buna ko'pincha xatolashgan savolning birisi shu. Beşincisi to'g'ri jumla tanlanganda azunnu innal mudarrisa maridun, azunnu annal mudarrisa maridun, azunnu annahu al mudarrisa maridun deb uchdan jumla bor. Buning ichidagi to'g'risi azunnu annal mudarrisa marid. Chunki azunnu jumlaning o'ttirisida, jumlaning 5ida kelmagan anna, inna emas anna o'qilishi kerak. Anna kirishi kerak. Onun 6. sual to'g'ri javobni tanlang. Kam sinnuka? Yashimiz qancha desa, tis'a asharata sanatan. Bu to'g'rimi xato? Bu to'g'risi. Chunki sana bu yerda ayollik bo'lg'achqa, birlar xonasi erlik qarama-qarshi holatda, o'llar xonasi mas kirish kerak. Tis'ata ashara sana bu xato, tis'ata asharata sana bu xato. Yettincisi to'g'ri jumla tanlang. Kanal mudarrisu fil masjid, kanatil mudarrisu fil masjid, kanal mudarrisu fil masjid. Birinchisi kanal mudarrisa. Kanının ismi o'qilgan, zibar o'qilgan. Bu xato, chunki kanun ismi o'qiladi, tash o'qiladi. Ikkinchisi kanatil mudarrisu fil masjid. Bu xato. Nima uchun? Al mudarris erlik bo'lgan ekan, bu kanunninki kanat deb ayollik shakli emas, kana degan erlik shakli kirish kerak. 8-inchisi fil fasli 16 taliban dedi. Endi bu yerda taliban o'g'il o'quvchi bo'lgan ekan, bu yerda sanon birlar xonasi ayollik shaklda, o'llar xonasi erlik mas holatga kirish kerak. Unda bo'lsa, eng oxirdagi 16 taliban. Bu to'g'ri. Qolgani xato. 9-inchisi to'g'ri so'zni tanlang. Hadihil masajidu endi bosh o'rin manaira g'aliya. Endi bunda bu masjid igiz munarliq. Bedem zu manair demdoq yoki zatu manair demdoq yoki zavu demdoq yoki zavatu demdoq deganda bunda zuning oldidagi so'z qaraymiz. Nimishqa? Chunki zu degan sifat. Sifat degan mavsuf qanday qiladi? Agishidi. Ko'plik bo'lsa ko'plik, ayollik bo'lsa ayollik, birlik bo'lsa birlik keladi. Endi al-masajid qanday? Ko'plik. Bu al-masajid ko'plik, aylik. Endi ko'plik, aylik bo'lgandan keyin buningga zavu deb keltiramdoq. Yo'q. Bu savolni ko'pincha xatolashgan savol. Unda o'zini qanday keltiramiz? Bu yerda sizlar unutib qolgan qoidadan birisi, biz aqlsiz narsalarning ko'pligiga ayollik birlik bo'yicha qanday qilamiz? Muomala qilamiz. Shunga buningga zatu degan ayollik birlikni kelamiz. Nima bo'ladi? Hadihil masajid zatu manair aliya. Bu shaklda deymiz. Bu savolni ko'pincha xatolashibsizlar. 10-incisi munosib fe'lni tanlang. Munosib fe'lni tanlangda ara'ayta tullabul jududa dabbaduq na'am ra'aytuhum to'g'ri, ikkinchisi to'g'ri, ra'aytuhum to'g'ri. Buni ko'pincha xatolashmabsizlar. Xatolashgan ikki savol. Musu hadi mush zulan
Qara'u at-tullabda xatolashyapsizlar. Hammalar xatosini tanlabsizlar. Endi sizlar bugun hozir qanday maydan darsxonamizga shu tizimlik nomerlarni yo'llasanglar, men hozir naq maydandan ko'rib beraman. Naq maydandan ko'rib beraman. Naqmed shu imtihon qog'oziga uni yo'llasanglar. Undan boshqa 8 yoki 9 dars tushunmagan mazmun bo'lsanglar desanglar bo'ladi. 8 darsda alohida yana mazmun yo'q. Bugungi 9 darsimiz bir qadar uzun. Biz bugungi darsimizda bir qadar uslubut ta'ajjub degan grammatikani o'rgandik. Endi ba'zi saboqdoshlarimiz bu uslubut ta'ajjub men dars tushunayotganda fi'l ta'ajjubni asos qilib tushundirgan. Bu fi'l ta'ajjub desak bo'lmaydi, chunki bu jamilun degan fe'l emas, sa'bun degan fe'l emas, sahlun degan fe'l emas deydi. Bularning hammasiniki asli tigni fe'l. Sa'bunmu sa'uba yas'ubu, sahlunmu sahula yashulu. Bunun tigi bu ta'ajjub fe'li asli tigi 3 harfli fe'ldan chiqadi. Buni biz o'z navbatida so'zlaymiz. Undan boshqa tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'zlasanglar bo'ladi. Bugungi darsdagi birinchi grammatik shu uslubut ta'ajjub bo'ldi. Uslubut ta'ajjub. Undan boshqa biz allazi erlik birlik, allazani erlik ikilik, allazina erlik ko'plik deb ism mavzularni tunishdik. Allati ayollik birlik, allatani ayollik ikilik, allati ayollik ko'plik. Ayollik ko'plik. Ondan başqa biz bima nim bilan mimma nimiden lima nimishqa nimishun amma nima to'g'risida nimani degan bu haqda to'xtaldik. Bizning asosli grammatikimiz. Undan boshqa muhim bo'lgan grammatikadan birisi biz jam'i muannas salim degan narsa ustida bugun to'xtaldik. Darsda to'xtaldim bu ismda qolmabdi, ammo bugungi darsda muhim grammatik shu, ya'ni jam'i muannas salim degan nima desa, ko'plik bo'lgan vaqtida birlik holati buzilmay ko'plik qilingan ayollar qism jam'i muannas salim deb ataladi. Masalan, muslimatun desak, bunun ko'plik nima? Muslimatun. Bunun birligi faqat parchalanib ketmadi. Masalan, rajulun desak, rijalun. Qanday ketdi? Parchalanib ketdi. Ammo muslimatun faqat mimning oxiriga alif bilan ta'kid nim bo'ldi, ko'plik bo'ldi. Mana shuningda ko'plik bo'lgan vaqtida birligi parchalanmay ko'plik bo'lganini biz deymiz, jam'i muannas salim deymiz. Endi buningdagi muhim bir gap birisi, bu jam'i muannas salim pashlik o'rnida bo'lib qolsa, ya mubtada, ya xabar, yoki fa'il deganga o'xshagan pashlik o'rnida bo'lib qolsa, pash o'qiladi muslimatun, ja'at muslimatun deganga o'xshagan zivarlik o'rnida bo'lib qolsa, bu zivar o'qilmay zir o'qiladi. Masalan, ra'aytu muslimatin deganga o'xshagan bu faqat zivar o'qilmaydi. Ammo zirlik o'rnida zir o'qiladi. Masalan, marartu bi muslimatin yoki sallamtu ala muslimatin deganga o'xshagan. Unda bo'lsa, bugungi darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Agar tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mush yerda og'irlashdi. Tushunmagan mazmunlar bormi savoqdoshlar? Agar bo'lsa so'ranglar. Agar tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, bizning muzokaramiz mush yerda oyoqlashdi. Har qanday imtihon bergan vaqtinglarda bu imtihonni yo'llashdan ilgari telefoningizning ekranda rasmini tortib bo'ldi. Shu rasmni tortib saqlab olib, undan keyin qilsanglar, hozirga qadar biz ishlagan vaqtimizda hammalar o'zlaringizning nari xato ketganligini bilaysizlar. Ahvoldan qaraganda o'quvchilarning tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. Unda savoqdoshlar biz kelarki soatlik darsimizdan keyin muzokarasida ko'rishaylik. Assalomu alaykum.